8-mart shunchaki go'zallik va bahor bayrami emas. Bu kunning tub ildizi aslida ayollarning o'z huquqlari, tenglik va insoniy qadr-qimmati uchun chekkan azoblariga borib taqaladi. Tarixda ayollarning ahvoli juda og'ir bo'lgan. Turmush qurilganda ayolning hamma narsasiga erkak kishi egalik qilgan. Ayollarga hatto o'z nomiga mulkni rasmiylashtirish huquqi berilmagan. Shuningdek, ular uzoq vaqt davomida saylovlarda ovoz berish va davlat boshqaruvida ishtirok etish kabi siyosiy huquqlardan butkul mahrum edilar. Bu adolatsizlikka qarshi 1908-yilda Nyu-Yorkda minglab ayollar og'ir mehnat sharoitlari tufayli ish tashlashgan. 1910-yilda esa Kopengagenda o'tgan Xalqaro sotsialistik ayollar konferensiyasida Klara Setkin taklifi bilan ushbu kun Xalqaro xotin-qizlar kuni deb e'lon qilingan. Shuning uchun ham bugungi tinch va omon kunlarda turli sohalarda mehnat qilayotgan, oila va jamiyat ravnaqiga beqiyos hissa qo'shayotgan barcha ayol va qizlarimizni ehtirom bilan tabriklaymiz. Sizning irodangiz, donoligingiz va go'zalligingiz bizga har kuni ilhom berishda davom etadi.